Bugun sizlar bilan print funksiyasi haqida gaplashamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib Pythonning o'zini terminal orqali yozib ko'ramiz, ya'ni birinchi kodlarimizni yozamiz. Xo'sh, Pythonga kiramiz, qora oynasiga kirib olamiz. Mana. Bu ham kirib ko'rsatdim, ya'ni qora terminalga kirdik. Endi bu yerda biz o'zimizning funksiyalarimizni yozishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib print degan funksiyani yozamiz. Print degan funksiyani yozishimiz uchun salom deb yozamiz. Yo bo'lmasa hello world. Hello world deb yozib enterni bosadigan bo'lsak, mana hello world deb chiqardi. Endi print degan funksiya, nima qiladi? Vazifasi, asosiy vazifasi nima desalaringiz, print degan funksiyaning asosiy vazifasi ma'lumotlarni ekranga chiqarib berish. Ya'ni angliyskidan ham tarjima qilib ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni chop etmoq bo'ladi. Xuddi shunaqa, ya'ni print degan funksiyaning asosiy vazifasi ma'lumotlarni ekranga chiqarib beradi. Endi qaranglar, bu funksiya o'zi nima? Funksiya nega bu printni biz funksiya deymiz desalaringiz, ya'ni o'sha ma'lumotdan keyin, ya'ni qanaqadir bir nomdan keyin qavs ochildimi, ya'ni qavsni ochilishi yopilishi, ya'ni mana print deb qavs ochilib yopilishi bo'ldimi, bu funksiya deb qabul qiladi bu narsani. Shuning uchun biz buni printni biz funksiya deb olamiz. Undan keyin esa nega biz har doim harflar, ya'ni biz ma'lumot yozayotganda, ya'ni galochka, ya'ni qo'sh tirnoq ichida yozdik deyishlaringiz mumkin. Har doim shu narsani unutmaydilar. Print degan funksiyaga siz mabodo matn yozmoqchi bo'lsalaringiz, har doim, ya'ni harf yo bo'lmasa matn yozmoqchi bo'lsangiz, qo'sh tirnoqni ichiga yozishlaringiz kerak bo'ladi. Buning sababi nimaga? Dasturlash tilida, ya'ni Python degan dasturlash tilida, ya'ni o'zi o'sha dasturlash tilida ma'lumotlar turi degan narsa bor, data type. Uni keyingi darslarda ko'rib ketamiz. O'shaning uchun biz bu yerga har doim harf yozmoqchi bo'lsak, galochkani ichiga yozib ketasizlar. Misol uchun print degan funksiyaga yana ma'lumot yozamiz. IT ido deb qo'sh tirnoq ichib yozsak, yana ma'lumot chiqadi. Agar biz ya'ni ma'lumot yozmasak, ya'ni qo'sh tirnoqning ichida ma'lumot yozmasak nima bo'ladi desalar, buni qanaqa xato berishini ko'rsataman. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri salom deb yozib qo'yadigan bo'lib, enterni bossak, mana bu yerga o'zi ya'ni xatoni chiqarib beryapti. Name error deyapti. Name ne deyapti? Sen deyapti, qo'sh tirnoqning ichiga yoz hech bo'lmasa deyapti. Ya'ni string bo'lganligi uchun qo'sh tirnoqning ichiga yoz, ya'ni o'sha, ya'ni qonun qoidasi bo'lganligi uchun shunaqa qilib yozishga majbursan degan mana shu xatoni chiqarib berdi. Biz bu yerda hozir, ya'ni Python o'zini nimasi terminal orqali biz bir qator kod yoza olyapmiz. Bu narsani biz o'zimizga qulayroq qilishimiz uchun bizga Visual Studio kerak bo'ladi. Ya'ni biz kompyuterimizga Visual Studioni o'rnatib oldik. Xo'sh, birinchi bo'lib biz rабочий stoldan o'zimizga kerakli bo'lgan bitta papkani ochib olamiz. Ya'ni sudo qilamiz, papka qilamiz, ya'ni o'sha papkaning nomini yozamiz. Ya'ni dars yo birinchi dars. Keyin papka ochguncha ham bitta narsani eslaridan chiqarmaydilar, o'sha narsani o'rinli deb ketaman. Ya'ni bunaqa bir chiziqcha qo'ymaydi, iloji boricha pastga chiziqcha qo'yib papkaning nomini ochingizlar. Ochganimizdan keyin endi buni ochganimizdan keyin biz Visual Studioga kirishimiz uchun, papkani o'sha Visual Studioga ochib olishimiz uchun bir ikki xil yo uch xil yo'llari bor. Xohlasangiz bunaqa qilib ko'tarib turib, yarlikni ustiga tashlasangiz ham o'sha bizga kerakli bo'lgan papkani ochib beradi. Endi ikkinchi yo'li esa papkaga meshkani, ya'ni un tugmasini bosib pastga tushirsangiz, mana bu yerda ya'ni Visual Studio bor. Buni bossalaringiz ham ya'ni o'sha Visual Studioni ochishi mumkin. Va uchinchi yo'li esa meshkan un tugmasini bosib, mana terminal, ya'ni Windowsda cmd deydi. Bu yerga kode deb yozib, nuqtani bosib enter bossalaringiz ham o'sha Visual Studioni ochib beradi. Bu yerga ochgandan keyin meni kompyuterimga yana upgrade bo'lgan, ya'ni Python dasturlash tilini o'rnatganligi uchun shunaqa Python dasturlash tili chiqib qoladi. Agar sizlarga chiqmaydigan bo'ladigan bo'lsa, Python dasturlash tilini o'rnatib olamiz. Mana bu yerga kelasizlarda Python deb yozasizlar. Python. Ya'ni mana Python o'zini yozdim, ya'ni chiqdi. Mana shundan ikkalasidan bittasini o'rnatib olsalaringiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni Visual Studio o'zi ancha qulaylashadi, ya'ni ishlash bo'yicha. Endi birinchi bo'lib fayl ochib olish, ya'ni Python dasturlash tiliga kod yozish uchun bizga qanaqa fayllar kerak? Har doim biz fayl ochguncha ham o'sha Python dasturlash tili o'zi o'qiy oladigan, o'zi taniy oladigan fayllarni ochib olamiz. Misol uchun, bitta misol qiladigan bo'lsak, biz oddiygina Word fayl ochadigan bo'lsak, ya'ni .word deb yozamiz. Yo bo'lmasa Excel fayl ochmoqchi bo'lsak, .excel deb ochiladi. Yokida qanaqadir rasmlar yo bo'lmasa videolar bo'lsa, uning ham turi bor. Masalan, oddiy rasm ochmoqchi bo'lsak, rasmlar bir nechta turi bor. Masalan, PNG qilib ochadi, JPG deb ochadi. Ya'ni tochkadan keyin o'sha faylning nomi yoziladi. O'sha faylning nomi yozilishi bu
o'sha fayl nimaga tegishli, ya'ni qanaqa vazifani bajarishini bildirib turadi, ya'ni. Xo'sh, biz ham Python dasturlash tilini ochmoqchi bo'lganimizda har doim o'zimizga kerakli bo'lgan faylni ochib olamiz, ya'ni kelamiz. Mana bu yerda fayl ochish bor. New fayl, yangi fayl. New ya'ni papka, ya'ni yangi papka ochish. Biz fayl ochamiz. Ya'ni birinchi pastki chiziqcha dars.py qilasizlar. Ya'ni .py degani vazifasi bu nima degani? Bu Python faylligini bildirib turish uchun. Ya'ni bizda Python dasturimiz, ya'ni Python dasturimiz o'sha faylni o'qiy olish uchun .py deb yozamiz. Agar sizlar .py emas, misol uchun dars.text deb yozib qo'yadigan bo'lsak, biz yozadigan kodlarimiz bu hech qanaqa vazifani bajarmaydi. Biz yozayotgan funksiyalarimiz hech qanaqa vazifani bajarmaydi. Shuning uchun bu xato bo'ladi. Har doim sizlar bu yerga, ya'ni fayl ochguncha har doim unutmanglar .py bilan ya'ni tugatishlaringiz kerak bo'ladi. Endi print degan funksiyani boshlaymiz. Ya'ni print degan funksiyani boya yozib o'tdik. Ya'ni print degan funksiya nimaligini tushunib oldik. Ya'ni print degan funksiya ma'lumotlarni prosta bitta, ya'ni prosta ekranga chiqarib berish. Bu juda katta funksiyamiz, juda vashli funksiyamiz. To'g'ri, boshlanishiga birinchi modulda juda ham ko'p ishlatish mumkin. Keyinchalik, ya'ni biz Python dasturlash tili frameworkiga sekin-astalik bilan o'tgan paytimiz print degan funksiyani unchalik ko'p ishlatmaymiz. Lekin biz hozircha bizga bu print degan funksiya juda ham muhim bo'lgan funksiya hisoblanadi. Ya'ni print deb yozamiz, yana print.salom. Ya'ni xuddi boyagi nimani yozamiz. Salom dunyo. Mana print degan funksiyaga salom dunyo deb yozdim. Endi buni enterni bossak ma'lumotimiz chiqadimi desalar, yo'q. Bu yerda enterni bossalar hech qanaqa ma'lumot chiqmaydi. Endi mana bu yerga kelasizlar. Ya'ni kimdirda agar ekran juda katta bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni o'zini razmerida turgan bo'lsa, mana bu yerga terminal degan yozuv chiqadi. Terminalni bosasizlar, new terminalni bosasizlar va pastga qarasangiz mana bunaqa, ya'ni o'sha bizning faylimizning nomi to'g'ri yozilgan joyi turibdi. Ya'ni o'sha rабочий stolda birinchi dars degan papkada turibdi Python degan. Endi bu yerga o'sha print degan funksiyani ishlatishimiz uchun, biz kodimizni ishlatishimiz uchun py qilamiz. .dars deb yozamiz. dar.py. Mana enterda bossak bu yerga aytayapti, ya'ni biz o'sha faylning men topa olmadim deganda nima chiqaryapti? Ya'ni bu yerda biz dars 1 turibdi, dars deb yozganligimiz uchun bu yerga xatolik berib yubordi. Juda ham to'g'ri. Ya'ni py 1 pastki chiziqcha dars deb .py deb yozamiz. Ya'ni enter bossak mana salom dunyo degan ma'lumotni bizga chiqarib berdi bu yerda. Endi biz mana bu yerga py birinchi pastki chiziqcha dars deb ham to'liq yozsak bo'ladi. Ya'ni nuqta boshiga slash qo'yib, bunaqa qilib yozsak ham ma'lumot chiqarib beradi. py deb slash nuqta qo'yib, yo bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri birinchi deb tabni bosib yuborsak ham o'zi yozib beradi. Endi o'zingizga qulayini qiling. Men asosan py deymanda o'sha papka nomini to'g'ridan-to'g'ri yozaman, ya'ni ishlab ketadi. Ya'ni ishlatish qulay bo'ladi menga. Endi qaranglar. Keyin bitta narsani unutmanglar, har doim terminalga ya'ni biz yozayotgan kodimizda run qilmoqchi bo'lsangiz, har doim mana bu papkani nomi pastki chiziqcha, ya'ni 1 pastki chiziqcha dars.py mi mana shu faylni ichiga, ya'ni yozgan kodlaringizni ishlatmoqchi bo'lsalaringiz, har doim mana shu yerga py deb mana bu papkani nomini yozasizlar. Har doim boshqa nom yozsangiz ishlamaydi, xato beradi. Chunki o'sha fayllaringizni topolmaganligi uchun xato berib qoladi. 1 pastki chiziqcha dars, ya'ni py qilsalar, enter bo'lsalar, ya'ni ishladi. Endi ikkinchi bo'lib qaranglar. Python dasturlash tilida har doim yozgan, ya'ni kodlarimiz tepadan pastga qarab o'qib keladi. Hech qachon pastdan tepaga qarab o'qimaydi. Keyin sizlar aytishingiz mumkin, print degan funksiyani faqat bir marta yozsam bo'ladimi deb. Yo'q, unaqa emas. Print degan funksiyani bir necha marta yozsalaringiz bo'ladi. Ya'ni o'zlaringizga qancha kerak bo'lsa, shuncha yozib olsalaringizdan bo'ladi. Misol uchun ketdik, masalan, print dedik. Yana nima deymiz? Salom dunyo 2. Yani yozamiz print salom dunyo 3. Mana bir nechta print yozdim. Dastur yana ishlataman. Terminal, new terminal. Mana ishlatib enter bosadigan bo'lsa, mana salom dunyo. Xo'sh, salom dunyo 2, salom dunyo 3. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Ya'ni print degan funksiyamiz ishlayapti. Ya'ni 1 mana. Ya'ni bu yerda print degan funksiyamiz ishlayapti, ya'ni ketma-ketlikda ishlayapti. Endi print degan funksiyada qilinadigan, ya'ni siz ko'p uchraydigan, ya'ni ko'p qiladigan xatolaringiz nimalar? Har doim bitta narsani unutmanglar, print degan funksiyani yozayotgan paytlaringiz bitta tab
yoki bo'lmasa bitta tab yoki bo'lmasa bitta probel qo'yib yozmaydilar. Birinchi kod yozyapsizlarmi? Birinchi kodlaringiz har doim eng oxirida turishi kerak. Ya'ni bitta probel bo'lsa ham bu xato beradi. Ya'ni bizning dasturimiz xato ishlaydi. Ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan narsani topa olmaydi. Qizil xato ham beradi. Nimamiz ham qizarib qoladi. O'shanga ham e'tibor beringlar. Har doim ya'ni tiqib yozasizlar. Undan keyin ikkinchi esa print degan funksiyaga qilinadigan xatolar. Ikkinchi bo'lib qiladigan xatolaringiz string yozayotgan, ya'ni harf yozayotgan paytlaringiz hech qachon shuni unutmaydilar. Harf yozayotgan paytlaringiz, so'z yozayotgan paytlaringiz bo'lsa, harf yozayotgan paytlaringiz galichkasi, ya'ni qo'sh tirnoqsiz yozib ketmaydilar. Bu ham xato bo'ladi. Mana name error degan xatoni beradi. Sen mana bu yerga, ya'ni ko'rsatib ham beradi. Ya'ni print degan funksiyaga mana bunaqa qilib yoz deb ko'rsatib ham beradi. Bu ikkinchi qilinadigan xato bo'lishi mumkin. Endi bu yerda uchinchi qilinadigan xato esa qo'sh tirnoqni kimdirlar boshida bittalik qo'sh tirnoq ochib, oxirida ikkitalik qo'sh tirnoq ochib yozib qo'yishi mumkin. Endi qaraydi. Qo'sh tirnoq ochayotganingizda qo'sh tirnoq hech qanaqa farqi yo'q. Xohlasangiz bittalik, xohlasangiz ikkitalik. No farqi yo'q. Hech qanaqa bir qonun qoidasi yo'q. Lekin hech qachon qo'sh tirnoqni boshlanishi bittalik bo'ldimi, oxiri ham bittalik bo'lishi kerak. Boshlanishi ikkitalik bo'ldimi, oxiri ham ikkitalik bo'lishi kerak. O'sha narsa ham ya'ni xatoga nima ishlaydi? Ya'ni agar shunaqa qilib ochmasalar, ya'ni o'sha qo'sh tirnoqni ham ahamiyat berib ketasizlar. Mana yozdim, chiqdi. Endi uchinchi bo'lib qiladigan ishimiz, ya'ni print degan funksiya biz faqat so'zlar emas, balki ya'ni nima sonlar bilan, ya'ni sonlarga qo'shish, ayirish, ya'ni matematik misollar ham ishlasak bo'ladi print degan funksiya bilan. Misol uchun 12 deb yozadigan bo'lsam, ya'ni dastur ishlatsam mana 12 degan son chiqadi. Endi bitta savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun harflarni biz qo'sh tirnoqda yozdik-ku, lekin sonni qo'sh tirnoqda yozmadik deyishlari mumkin. Endi bitta narsa, bitta shunday qonun qoidasi bor, ya'ni boya aytib o'tib ketdim, hamma ma'lumotning o'zini turi bor dedim. Shuning uchun har doim sizlar o'sha print degan funksiyani ichiga raqam yozmoqchi bo'lsalaringiz, o'zini to'g'ridan-to'g'ri yozib ketsalaringiz bo'ladi. Bu xato emas, bu xato bermaydi. Dastur ishlasak mana chiqyapti. Lekin qo'sh tirnoqni ichiga yozsalaringiz ham bu xato emas, to'g'ri ishlaydi bu ham. Ya'ni hech qanaqa bir xato ishlamaydi, to'g'ri ishlaydi. Lekin bu yerda bitta narsasi bor, o'shani ham hozir ko'rsataman. Xo'sh, bu ham xato ishlamaydi. Ya'ni bir xil sonni chiqarib beradi. Print degan funksiyaning vazifasi, ya'ni prosta aytganimdek, raqamni chiqarib berish, ya'ni ma'lumotni chiqarib berish bo'ldi. Endi sonlar bilan biz matematik amallar bilamiz. Misol uchun matematik amallarga qo'shuv bor, ayruv bor, bo'luv bor, darajaga ko'tarish, foiz olish, ya'ni shunaqa bizning matematik amallarimiz bor. Print degan funksiya o'sha matematik amallarda ham ishlasak bo'ladi. Masalan, misol uchun print deb 12 qo'shilgan 45. Dasturda ishlatadigan bo'lsam 57 degan nima chiqdi, ma'lumot chiqdi. Ya'ni bizning dasturimiz 12 ga 45 ni qo'shib berdi. Keyin yana bitta savol tug'ilishi mumkin sizlarga. Xo'sh, mana buni shunaqa probel bilan yozib ketishim kerakmi? Qo'shib ketsam xatomi deyishlari mumkin. Qo'shib ketsalar ham bu xato emas, lekin shunchaki probel bilan yozsalar, sizdan keyingi kelgan dasturchi, ya'ni siz yozgan kodingizni, ya'ni boshqa dasturchi o'qib ko'rganda bir qiynalmay o'qiydi. Agar qo'shib yozib ketsalaringiz, biz hozir bir qisqagina kodni yozib o'tirib, ya'ni bitta qisqagina funksiya yozyapmiz. Shuning uchun bu oddiy ko'rinyapti. Lekin siz kattaroq dasturda ishlab, ko'proq kod yozganlaringizda agar siz yopishtirib yozib ketadigan bo'lsalaringiz, bu juda ham xunuk ko'rinadi. Ya'ni juda ham xunuk, ya'ni sizdan keyingi kelgan dasturchi esa juda ham hayron qoladi. Ya'ni bu qanaqa yozdi deb qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha bitta probel tashlab yozib ketsalaringiz ma'qul bo'ladi. Ya'ni yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ya'ni dastur ishlasa mana 57 degan natija chiqdi. Endi minusda ishlaymiz. Print deymiz. Print xo'sh, 12 ayrilgan misol uchun 1. Dastur ishlatsam mana 12 11 degan javob chiqdi. Ya'ni 12 dan 1 da ayirdi. Keyingisi print 3 ko'paytirilgan 8. Yozsak 24. Ya'ni bu ko'paytiruv. Print ya'ni nima bor, yana bo'luv bor. Bo'luga 12 bo'lingan 12 deb yozadigan bo'lsak, sizlar qaranglar, yozadigan bo'lsak, dastur ishlasak 1.0 deb chiqardi. Nimaga 1 deb chiqarmadi? 12 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak 1 bo'lishi mumkin-ku deganda, lekin unaqa emas, ya'ni 1.0 bo'lib chiqardi. Endi xo'sh, ya'ni bizning matematik amallarimiz xuddi shu tariqasida ishlaydi. Qolganini esa keyingi darslarda ko'ramiz.